islomni arz qilasizlar. Qabul qilmasa jizyani taklif qilasizlar, bo'lmasa keyin urushasizlar. Ammo Qutaybat ibn Muslim bunday qilmadi. Bizga indamasdan shart bostirib egallab oldi. Payg'ambarlar ko'rsatgan shariat bo'yicha ish qilmabdi. Samarqand ahli bilishdi musulmonlarni jihoda qanday bo'lishligini. Shar'iy fath qanday bo'lishligini bilishdi. Biz xalifangizga borib, shu ishimizni arz qilaylik, ruxsat bering. Agar biz ishimizni to'g'ri deb topsa, bizni haq deb bilsa, haqqimizni bersin, bo'lmasa quruq qaytib kelaveramiz dedi. Ular aytishdi, sizlarni xalifangizni adolati va taqvosini ko'rdik. Mana shu narsa shikoyat qilishlikka bizni undadi. Qo'mondoningizni ishidan unga shikoyat qilishimiz uchun bizga ruxsat bering. Bizdan bir jamoat Damashqqa xalifaning huzuriga borsin. Qutaybani ishini unga arz qilsin.